Ben usta. Xolajon bize kun bir hafta oldin hokimiyatga qabulga borganda Tolmosaga olmasga hokimga ishlaylarga yordamchi. Shu aytdilar-da xolamiz borlar. Sharoitlar juda og'ir. Shuni borib o'rgansangiz deganlarga endi men mana har hafta payshanba juma kuni vaqtim bo'ladi, qolgan kuni o'zimning ishim bilan bo'laman. Men o'sha bu vaqt olib keldik. Sizga nima yordam kerak, nimadan qiynalyapsiz? Mana shu ustini javoshim kerak. Yordamdan ham mana shuncha bo'ldi. Hamma yordam berdi. Behqa? Jiyanlarim, shular odamlarga ketak pul tashladi, berdi. O'zingiz qayerga yashayapsiz? O'zim mana ukam bilan turaydim, bular uydan chiqarib juradi. Bitta ukamniki turaydim, u ham chiqardi. Hozir o'lgan akamda o'limniki Navruzga shaxta juda qiyin ahvolda. Juda ham sharoitim qiyin. Chiqaryaptilarmi? Nechta farzandingiz borlar? Bitta qizingiz borlar. O'zingiz necha yoshga onajon? Necha yoshga kirdingiz? 56-yilda 70ga. Maşallah. Ayla. Juda ham qiynaldim. Shu 24-yildan beri ishimga yani oraydan beri. Bu bolol bor ekan-ku tayyorlaysiz. Mana shu bolalarni teganadan bitta qarindoshim berdi, 1,5 ta uyga pul ekan. 1,5 ta uyga. Baraka topsin, o'lgan bo'lamda bolalari berdi. Endi bag'a yo'q, shuni bitta uyda bo'lsa ham shu olib kiray desam, birdan bo'lmasa bo'lmaydi deydi. Hech sharoit yo'q. Pensiyam o'zimni kasalimdan mana tilimni tatib qoldi shu shamollabaligi nervdan bu davrlarım chiqib hozir quloqlarim bitib yotdi. Bu bolalar kimniki onajon? Ana bolalar kimniki? Bu ukamni o'g'liniki uy qilyaptilar mana. Ehtona? Ular ham Navruzlar. Hali yosh rozlar. Ko'pchilik. Bu ham hashar yo'l bilan bo'lgan narsa bu. Hashar bilan bo'lyapti. O'zim bitta pensiyaga qaragan. Jilda 2 mahal davolanaman. Davolanmasam har 6 oyda bo'lmaydi. Yurak kasalman. Davlina oyoq. Butkul sharoitim og'ir aylanadi. Qarigan juda sarson kunda qoldi. Jilab ko'zlarim xarob. Do'mbobek hozir qara Mirzo qishlog'i. Jo'ratepa qishlog'i. Hurmatli mana saxovatpesha insonlarimiz. Mana xolamizga yordam kerak ekan. Mana ukalarning uyiga turgan ekan, ular ham o'zi haydabdi. Hozir qayerga borishdan bilmasam, men bu yerga hozir mana bir davlatcha imoratcha qilgan ekanlar, bo'lsa 10 metr, 15 metr choy shuni ustini yopishga amaliy yordam so'rabdilar. Mana bu katta bolalari bor ekan. Bular mashuda bosh kam ko'ziga katta yordam so'rabdilar. Qo'llaringdan kelgancha yordam beringlar, mana savob bo'ladi. Mana shu yerda qizlari bor ekanlar, o'zlari kasal ekanlar, sharoitlari og'ir ekan. Mana bir hafta degan keldik, vaqtimizni topib, mana imkon qadar qo'ydik. Haqiqatan sharoitlar juda og'ir ahvolda. Mana bloklar mana yomg'irga yib ketaman deyapti, mana o'zi salafonlar tortib qo'yibdi, ivigan ekan. Shunga qo'llaridan kelsa yordam beringlar, savob bo'ladi. Alloh hammalarini ajrini bersin, mukofotini Alloh jannatda qasrlardan bersin sizlarga. Nasib bo'lsa xolajon, mana saxovatpesha insonlarimiz bor. Xudo xolasi qo'llangancha yordam beriladi, nasib bo'lsa. Yordam beradi Xudo xolasi xolajon. Agar masalan kim yordam bermoqchi bo'lsa, o'sha telefon raqamlarimiz bor bizda. O'zimizga murojaat qilsalar olib kelib o'zlarini ko'rsatamiz. Xohlasa olib beringlar, xohlasa qo'llangancha moddiy ma'naviy yordam bersa ham bersalar savob bo'ladi. Boshqa nima kerak? Shuni faqat xolajon shu ustini javob shu ichiga kirib olishim kerak. Juda qiyin. Nasib bo'lsa kirasiz ichiga xohlasa. Sharoitiga rostga bir aligi qilolmayman. Bir nimaga boramayman. Ayağım tizam o'tirgani bo'lmaydi. Birovni rizqlariga juda qiynalib ketdim. O'zim o'lan tusham bo'lsa yaxshi deyman deyman. Yo shuna. Mana agar nimangiz bo'lsa ayting. Hech bir kishi mana saxovatpesha insonlarimiz yordam beradi ona. Aynan sizlardan. Ayting nima bo'lsa mana shu insonlar mana YouTube'ga qo'yiladi. Telegram o'zimizning gruppamiz bor, biz aytib qolajon mana shu ko'radi saxovatpesha insonlarimiz. Xudo taolo ko'niga solsa yordam beradi. Hech narsa emas bu. Alloh kim menga qarasa, Alloh qarasin, ishlarini omadini bersin. Bola chaqalarni huzur halovatini ko'rib, yuzlarini yuzlashib, shu ish qilib sog'gina bilsin. Hamma bolalarni boshqa sog' salomatgina bilsin. İşlerini omadini bersin, martabasi ulug' bo'lsin. Allohu akbar. Shu yordamlaringizni ayamasalar